hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzumiz semiologiya fanidan yasama so'zlarning semantik strukturasi mavzusini o'tamiz. Quyidagi rejalarga asoslanib mavzumizni tushuntiramiz. Demak, rejalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchi rejamiz so'z yasalishi haqida umumiy ma'lumot. Ikkinchi rejamiz o'zbek tilidagi so'z yasash usullari. Birinchi paragraf affiksatsiya morfologik usuli, ikkinchisi kompozitsiya sintaktik usul, uchinchisi abbreviatsiya ya'ni qisqartmalar usuli, to'rtinchisi semantik ya'ni ma'noviy usul, beshinchisi fonetik usul, oltinchisi takrorlash usuli. Uchinchi rejamiz so'zlarning tuzilish jihatdan turlarini bugungi mavzumizda o'tamiz. Demak, so'z yasalishi haqida umumiy ma'lumot, ya'ni so'z yasalishi umuman qanday usul, qanday vosita bilan bo'lmasin, yangi leksik ma'noli so'z hosil qilish sanaladi. Masalan, ishchi so'zida ch qo'shimchasini qo'shish orqali yangi bir ot yasalgan hisoblanadi. Gulbeor so'zida, ya'ni gulbeor so'zida biz uchta so'zni tarkib topganini ko'rishimiz mumkin va hokazo. Yasovchi asosning birikuvi, ya'ni ikkita asos birikuvi natijasida kompozitsiya usuli orqali yangi bir qo'shma so'z hosil qilingan. So'z yasalishi tilshunoslikning ayrim bir bo'limi sifatida so'zlarning yasalishini, ya'ni yasama so'zlarni, hosila ma'nolarni, yangi leksik birlik hosil qilishning vositalarini, so'z yasalish strukturasi tarkibini o'rganadi. Demak, bu sohaning obyekti, ya'ni obyekti, o'rganish obyekti bu yasama so'z sanalar ekan. Demak, o'zbek tilidagi so'z yasalish usullari quyidagilar: affiksatsiya usuli, ya'ni qo'shimcha qo'shish orqali yasash; kompozitsiya usuli, ya'ni ikkita asosni biriktirish orqali qo'shma so'z hosil qilish; abbreviatsiya bu qisqartmalar usuli; semantik usul, ma'noviy usul; takrorlash usuli, ya'ni juft va takroriy so'zlarga nisbatan; fonetik usul bu undovlarga nisbatan shunday so'zlar yasalar ekan. Affiksatsiya usuli so'zga so'z yasovchi affiks, ya'ni qo'shimchani qo'shish bilan yangi so'z hosil qilish, bu affiksatsiya usuli deyiladi. Bu o'zbek tilida ko'pchilikni tashkil qiladi. Bunday yasash usuli, masalan, paxtakor, sinfdosh, quvonch, do'stlik, ochiq kabi so'zlar va boshqalar. So'z yasovchi affikslar o'zbek tilida asosan suffiks tarzda qo'llaniladi. Ya'ni biz ko'proq o'zbek tili qo'shimchalarini o'zakdan keyin qo'shamiz. Ya'ni o'zakdan oldin qo'shilmaydi o'zbek tilida ko'plab. Agarki qo'shilsa hamki, ya'ni misol uchun hamkasb so'zlarida yoki beor so'zlarda be ham so'zlari bu boshqa tildan o'zlashgan, bizning tilimizga fors tilidan yo tojik tilidan o'zlashgan bo'lar ekan. Demak, ba'zan bunday affikslar o'zak oldiga prefiks tarzda qo'shilib yangi ma'nodagi so'z yasash ham mumkin. Masalan, serhosil, badavlat, bama'ni, beminnat, beg'araz, noo'rin, nohaq, badfe'l, badbashara va hokazolar kabi. O'zbek tilida so'z yasovchi affikslardan tashqari o'z xususiyatlari bilan affikslarga juda yaqin turadigan xona, noma, obod kabi so'z affikslar, ya'ni o'z so'zlik qobiliyatini, ya'ni ma'nosini yo'qotib affiksga aylangan so'zlar ham bor ekan. Bunday so'z affikslar tilshunoslikda affixoidlar, ya'ni affiksga oid so'zlar degan ma'no anglatadi deb ham yuritiladi. Ishxona, mehmonxona, oshxona, qabulxona, tabriknoma, halqobod, halqona, yangiobod kabi so'zlar. Kompozitsiya usuli birdan ortiq mustaqil ma'noli so'z yoki so'z shakllarining qo'shiluvi, birikuvi orqali yangi so'z yasash
kompozitsiya usuli bilan so'z yasash deyiladi. Bu usul qo'shma so'zlar hosil qilinadi. Bu usul yordamida masalan guldasta, gultoji xo'roz, demak asalari, xushfe'l, rahmdil, oliyjanob, hozirjavob, havorang, e'lon qilmoq, rad etmoq, olib kelmoq, olib chiqmoq, har gal, yonma-yon, zo'rba-zo'r, ketma-ket kabi so'zlar. Demak, abbreviatsiya usuli. Bu usulga ko'ra bir butun qo'llanadigan ma'noli birikmalarning qismlari har xil yo'l bilan qisqartirilib so'z hosil qilinadi. Bu usul rus tilidan kelgan bo'lib, qisqartma otlar shu usulda yasaladi. Masalan, BMT Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki MDH Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi shunaqa misol uchun ko'p universitetlar qisqartma nomlari mavjud. Misol uchun JDPU, ya'ni Jizzax davlat pedagogika universiteti kabi so'zlarni ham biz so'z yasashning norasmiy usuli sifatida qabul qilingan bu qisqartma so'zlar. Fonetik usul. Bu usulga ko'ra so'zda fonetik hodisa yuz berib, yangi so'z hosil bo'ladi. Chunonchi so'z urug'isining o'rnini almashtirish natijasida ham boshqa to'kimga oid so'zlar hosil bo'lishi mumkin. Masalan, yozma bu o'rinda fe'l so'z to'kimini hosil qilgan. Sababi kim? Ma qo'shimchasi, ya'ni bo'lishsizlik qo'shimchasiga hech qachon fe'lda urg'u tushmaydi. Yozma, ya'ni sifat bu o'rinda. Suzma, ya'ni fe'l. Suzma, ot. Fizik, ot. Fizik, sifat. Akademik, ot. Akademik, sifat. So'z to'kimlari hosil qilgan ekan. Demak, urg'u ham ahamiyat kasb etar ekan yangi so'z hosil qilishda. Semantik usul. Bu usulga binoan so'z o'zgarishi so'zning ma'nosida boshqa shakllarga o'xshash yangi so'z hosil bo'lar ekan. Masalan, kun, quyosh, planeta, ko'k, osmon, ko'k, havo rangiga o'xshash rang. Bir son, birga, birdan, birda, ravish. O'g'il bola, sifat. O'g'il keldi, ot. Shunaqa. Takrorlash usuli. Bunda so'zlar takrorlanib yangi so'zlar yasaladi. Demak, xola, o'yin, man, yo'l, rang ma'nosida. SS zo'rg'a ma'nosida. Men uni SS yodga solaman, ya'ni zo'rg'a yodga solaman. Takroriy so'zlarning hammasi ham yasama emas. Bunda ham yangi ma'no yasalsagina yasama so'z hisoblanadi. Masalan, tez, katta kabi takroriy so'zlar yasama emas. Bunda ma'no kuchaytirilgan xolos. So'zlarning tuzilish jihatdan turlari. Demak, bir narsani e'tiborga olishimiz kerak ekanki, ya'ni sodda so'zlar, qo'shma so'zlar, juft so'zlar, takroriy so'zlar, bularning qo'shma so'zlarning barchasini hosil bo'lishi, ya'ni so'zlarni tuzilish jihatdan tasnif etishimizda bizga so'z hosil qilish turlari bor edi-ku, mana affiksatsiya, kompozitsiya, shular ham ahamiyatga molik sanaladi. Ya'ni har bir yasalish turi boshqa tuzilish jihatdan yangi tur hosil qilgan. Sodda so'zlar ikki xil bo'ladi: tub so'z va yasama so'zga iborat. Qo'shma so'zlar. Bu qo'shma otlar, qo'shma sifatlar, qo'shma ravishlar va boshqa so'z to'kimlari kiradi. Tomorqa, asalari, kamgap, sotib olmoqchilar. Qisqartma so'zlarning barchasi yasamadir. BMT, O'zbekiston Milliy universiteti, TDPU, Petkengash kabi so'zlarning tuzilish jihatdan to'rtinchi turi juft so'zlar. Ya'ni har ikki qism ham yakka holda mustaqil ma'no bildirishi mumkin. Bunda sinonim so'zlar bo'lishi mumkin. Har ikkala qismi ham ma'no ifodalamasligi mumkin. Ikkinchi qismi yakka qo'llanmaydigan so'z bo'lishi mumkin. Misol uchun kiyim-kechak
Birinchi qismi mustaqil ma'no bildirmasligi mumkin. Qo'ni qo'shni kabi juft otlar. To'p juft so'zlar bor ekan, yasama juft so'zlar bor ekan. Beshinchisi birikmali so'zlar, ya'ni bu o'rinda biz ko'proq buni sifat so'z to'kimida ko'rar ekanmiz. Bitta so'roqqa javob bo'ladigan, lekin tarkibidagi so'zlarning mustaqilligi uncha yo'qolmagan so'zlar birikmali so'zlar deyiladi. Oliy ma'lumotli yigit, sochi uzun qiz, yumshoq fe'l kabi so'zlar. Takroriy so'zlar bir so'zning qo'shaloq kelishidan hosil bo'lgan so'zlar. Baland baland, qator qator, non pon, choy poy, don don kabi. Takroriy so'zlar bir so'zning aynan badiiy vosita sifatida ahamiyati yuqori, ya'ni bir so'zni leksik kuchaytirish maqsadida qo'llaniladi. Takroriy so'zlar ham yasalishga ko'ra ikki xil bo'ladi. Tub takroriy so'zlar, yasama takroriy so'zlar. Demak, mavzumiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimizni kuzatishda davom eting.